Bir hovlida ikkita kelin yashaydi. Bittasiga qaynona ertalab vaqtli turishni va turli yumushlarni hammasini yuklab tashiydi. Kerak bo'lsa do'q uradi, kerak bo'lsa ma'lum bir joylarda qiynoqqa ham soladi, achchig'ini aytganda. Lekin ikkinchi kelinga bunaqa gaplar gapirilmaydi. Uni ko'ziga qarab turiladi. Unga birinchi kelinga qilingandek muomala qilinmaydi. Sabablari nima deb o'ylaysiz? Ko'p yillar shu to'g'risida o'ylaganman. Psixolog sifatida faoliyat boshlashimdan oldin ham mana shu muammoni juda ko'p yillar o'rganganman. Har xil kelinlarni, har xil oila tuzumlarini kuzatganman va natijada shu qarorga keldimki, ikkala kelinni ichidagi qalbidagi holati bunga sabab bo'lar ekan. Ya'ni birinchi kelin hozir urushishmasmikin, hozir gapashib qolmasmikinman, yoqmay qolmasmikinman, nima qilsam yoqarkinman deb turadi. Ikkinchi kelin esa har doim o'zini kerakli va muhim inson ekanligini ich-ichidan his qilib turadi. Uni boyligi, husni jamoli yoki